Demak, tuzilishiga ko'ra shakli. Mavzu misal kattaroq. Tuzilishda shu mana bizning tuzilishimizga ko'ra viloyatlar nimaga bo'lib ketadi? Tumanlar nimaga bo'lib ketadi? Qishloq, ovul, mahallalarga bo'lib ketadi, to'g'rimi? Oddiy shaklda viloyat, tuman. Deylik masalan, Buxoro viloyati bizga bo'ysunmaydimi shunda? O'zining alohida qonunlari, alohida hukumalari bo'ysunadi, to'g'rimi? Yoki siz Namangandansiz, to'g'rimi? Namangan viloyati O'zbekistondan tashqaridami shunda? Yo'q, O'zbekiston ichida O'zbekiston qonunlari Namanganda ham ishlaydimi? Yo'q, borsam boshqa qonunlar bormi? Yo'q, ishlaydi, to'g'rimi? Boshqa qonunlar yo'qmi? Yo'q, to'g'ri, yaxshi. Demak, oddiy davlatda shunaqa. Lotinchadan olingan ekan, unitar so'zi oddiy, yagona degan ma'noni bildirar ekan. Xo'p, yagona konstitutsiya bo'ladi. Namanganda konstitutsiya ham ishlamaydi, to'g'rimi? Ishlaydimi? Yaxshi. Yagona qonunchilik tizimi bo'lar ekan. Ya'ni ta'lim to'g'risidagi qonun Namanganda ishlamaydimi? Ishlaydi, to'g'ri. Yagona armiya bo'ladi. Armiyasi alohidami Namangan? O'zining alohida armiyasi bormi? Yo'q, ishlaydi. Xo'p, yagona pul birligi, so'm bersangiz aptizga qarab ota oladimi Namanganliklar? Yo'qotmaymiz so'mingni. Man to'ppoymisan sen Namanganda yursan, bizning o'zimiz valyutamiz bor deydimi? Yo'q, so'm o'tadi. Qat'iy tartibdagi ma'muriy hudud tuzilishiga ega, to'g'ri. O'sha ma'muriy hudud tuzilish degan viloyat, tuman, shaharlarga bo'linishi. Barcha ma'muriy hududiy birliklar uchun umumiy bo'lgan soliq siyosati va kredit siyosati. Namanganda 2,5 milliard kredit beradimi Lyubbo odamga? Yo'q, bermaydi. Shu qonunda nima bo'lsa o'shani beradi, to'g'rimi? Yo, Namanganda soliq boshqachami? 12% lik daromad solig'i yo'q, to'g'rimi? Ular soliq to'lamaydi, to'g'rimi? Yo'q, to'laydi. To'ppa to'g'ri. Demak, Namangan alohida o'zining fuqarolari bor, Namanganskiyman deydimi? Yo'q, demaydi, to'g'rimi? Demak, men siz Namanganlik bo'lganingiz uchun misol keltirib aytyapman-da. Xo'p, o'zi umumiy olganda unitar davlatning belgilari butun davlatning ichidagi hamma narsa o'sha asoslari bir xilda bo'lishi. Endi keyingisi, xo'p, federativ davlat. Yo'q, murakkab davlat. Adashtirmayman federativ. Murakkab davlatning ikkita shakli bor ekan. Birinchisi nima ekan? Federativ. Ko'rinyaptimi ko'zingizga? Ikkinchisi nima ekan? Konfederativ. Demak, davlat shakllari ikkiga bo'linar ekan. Ko'pchilik ana shu uchga bo'linadi deydi. Birinchisi deydi unitar deydi, ikkinchisi federativ, uchinchisi konfederativ deydi. Yo'q, davlat shakllari ikkiga bo'linadi. Oddiy hamda murakkab. Oddiy unitar davlat murakkab ikkiga bo'linib ketadi. Federativ hamda konfederativ. Demak, federativ davlat bo'lish uchun davlatlar shtatga, o'lkaga, respublikaga, amirliklarga va hokazolarga alohida bo'linib ketish kerak ekan. Tushundinglarmi? Xo'p, deylik masalan, sizlarga oddiyroq qilib tushuntiraman. Rossiyani olaylik. Rossiyada ham respublikalar bor, ham o'lkalar bor. Eshitganmisizlar o'lkalarni? Primorskiy kray, Sibirskiy kray, shunaqa kraylar bor, bilasan, o'lkalar. Alohida ular ham respublikalar bor, masalan, Tatariston, Chechnya, Checheniston, yana qanaqa respublikalar bor? Armaniston. Bugundan boshlab Armaniston Rossiya tarkibiga kirdi, to'g'rimi? Xo'p, endi Tatariston bor, Checheniston bor, Dog'iston bor, Dageston. Shunaqa respublikalar bor-da, demak kulasiz. Bugundan boshlab Armaniston qaysi tarkibiga kirdi? Rossiya tarkibi. Bundan keyin Armaniston qatta deydigan bo'lsa, qaysi davlatni aytar ekansizlar? Rossiyani aytar ekansizlar. Tormiz. Xo'p, demak, shtatlarga bo'linib ketish kerak. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari 51 ta plus 2 ta, 53 ta, shunaqa 52 ta deylik. 53 ta deylik. 53 ta shtatdan iborat. Alyaska, Palyaskalar bilan menimcha ana orollar bor, Gavayi, Pavaylar bilan 53 ta bo'lsa kerak. 53 ta shtatdan iborat. Qaranglar, har bitta shtat o'zining alohida armiyasiga, o'zining alohida davlat boshlig'i, gubernator boshqaradi shtatlarni. Masalan, bilasizmi? Kaliforniya shtatini kim boshqargan shu paytgacha? Kim biladi shuni? Kaliforniya shtatini. Ana u bor, Arnold Schwarzenegger bor. Eshitganmisizlar? Ana bodybuilder bor-ku. Kuchini ko'rganmiz uni. Nomer 1 bodybuilder. Endi o'sha bodybuilder nimani boshlab bergan Arnold Schwarzenegger qaysi guberniyani boshqargan ekan, qaysi shtatni boshqargan ekan? Kaliforniyani boshqargan. Xuddi shunaqa shtatlarning o'zining gubernatori bo'ladi, o'zining sheriflari bo'ladi, o'zining alohida qonun qoidalari. Masalan, Texasdagi qoida New Yorkdagi yoki Illinoisdagi qoidaga umuman to'g'ri kelmaydi. Aytdim, Namangan alohidami dedim. Xuddi shunaqa. Tasavvur qiling, Namangan Texas deng, Toshkentni Illinois shtati deng. Illinois Toshkentdagi qoidalar o'sha Namanganda ishlamaydi, Namangandagi qoidalar Toshkentda ishlamaydi. Tushundingizmi? O'zining alohida qonun qoidalari, o'zining alohida davlat, o'sha davlat deylik, o'sha davlatchani
boshqaruv sistemalari borda. Просто umum Amerika manfaatlari yuzasidan bitta davlatga birlashgan hammasi. Kelishuv asosida birlashgan. Vaqtida 1866-yillarda shu Amerika endi mustaqillikni qo'lga kiritish paytlarida, undan oldin 1791-92-yillarda nima qilgan ekan? Mana shu birlashgan 1787-yilda o'sha konstitutsiya qabul qilinayotgan paytda yana 13 ta shtat birlashgan. Davomiy birlashib kelaverganda. Xo'p, o'lkalar, respublikalar, masalan, Tatariston o'zi prezidenti bor, bilasizlarmi? Shaymanovmi, nima edi? Shayimovmi? Shunaqa prezidentlari bordi. Oldin hozir kimligini bilmayman. Dog'istonning o'zining prezidenti bor deylik. Chechenistonni Ramzan Kadirov degan prezident boshqaradi. O'zining armiyasi bor, bilasizmi? Checheniston, Rossiyadagi Checheniston davlatining o'zining armiyasi bor, o'zining qonunlari bor, o'zining hattoki pul birligi bor. Lekin umumiy qaysi davlat tarkibiga kiradi? Rossiya Federatsiyasi tarkibiga kiradi. Tushunyapsizlar-a? Xo'p, yoki amirliklar, masalan, Birlashgan Arab Amirliklari adashmasam 7 ta amirlikdan tashkil topgan. Dubay ham bitta amirlik. Dubayda o'zining qonuni, o'zining qoidalari, o'zining davlat bo'yicha Dubayda hattoki o'zining qiroli bor, bilasizlarmi? Amiri bor, shahzodasi bor, valiahdi bor, lekin umum davlat sifatida Birlashgan Arablar Amirliklariga United Arabic Emirates, to'g'rimi? Emirat. Shunga birlashgan. Tushuntirib bera olyapmanmi? Ya'ni federatsiya subyektlari o'z ma'muriy hududiy bo'linmalariga ega bo'ladi. Nima demoqchi? Masalan, Tataristonning o'zining viloyatlari bor-da. Bizda masalan O'zbekiston o'zining viloyatlari bor-ku. Unda Tataristonning o'zining viloyatlari bor. Yoki o'sha Dog'istonning o'zining alohida viloyatlari bor. 4 ta 5 ta viloyati bor. Tushunyapsizmi? Federatsiya subyektlari, mana shtatlar, o'lkalar, respublikalar alohida nimalarga bo'linib ketar ekan? Viloyat tumanlarga bo'linib ketar ekan. Ya'ni через bo'linyapti-da. Bizda primo O'zbekiston bo'linib ketyapti-ku viloyatlarga. Ularda avvaliga respublikaga bo'linib, respublika keyin nimalarga bo'linib ketyapti? Viloyat tumanlarga bo'linib ketyapti. Shunda eng katta farq shu. Kim tushunmadi qo'lga ko'tarsin? To'g'risini aytinglar faqat. Yetdagi asamni buzib, mamna qiydi, ustoz, men shu joyga tushunmadim demagandan, hozir qo'l ko'tarib so'ragan yaxshi. Kim tushunmadi? Tushundinglar? Zo'r. Yaxshi. Ovozinglar chiqmaydi. Tushundik deysizlar, tushunmadik deysizlar. Odam ikkilanadi-da. Tirjayib o'tiraverasizlar. Xush kelibsiz degandek. Xursandmisiz? Yo'q, xafamisiz? Yaxshi. Federativ davlat bir nechta davlatlarning birlashuvidan hosil bo'lgan murakkab ittifoqdosh davlat ekan. Demak, bir nechta davlatlar nima qilgan ekan? Birlashgan. Masalan, Germaniyada shunaqa bo'lgan. Germaniya 19-asr o'rtalarida, ana 19 shunaqa yoziladi. 19-asr o'rtalarida kelinglar degan xitqor deyiladi, bitta knyazlik, ikkinchi knyazlikka, uchinchi knyazlik, to'rtinchi knyazlikka bosib kiraverasizlar, kelinglar degan, birlashaylik degan. Shu 19-asr o'rtalarida 1860-70-yillarda birlashgan ular. Birlashgandan keyin unga bitta kansler tayinlangan, bitta prezident tayinlangan, endi qirolda. Unga kansler tayinlangan, kansleri Otto von Bismarck. Yorib tashlaganda bor-ku, ana ko'rdinglar, birlashdi, katta ekan degan. Ya'ni hamma narsani kelishib olib, cho't qilib birlashadigan bo'lsa, yorib olgan. Otto von Bismarckni ko'pchilik juda zo'r siyosatchi deb biladi-da. Eng zo'r siyosatchi deb biladi, eng zo'r kansler deb biladi. Lekin unga boshqa fakt ham yordam berganda. Oldin Germaniya bo'linayotganda Otto von Bismarck qachon kansler bo'lgan? Birlashgandan keyin kansler bo'lgan. Birlashgandan keyin resurslar birlashadimi? Umumdavlat manfaatlari yuzaga chiqadimi? Rivojlanib ketadi-da, konkretno. Bu yerda Otto von Bismarck 50% ish qilgan bo'lsa, davlatning birlashganligi yana 50% ish qilib berganda. Xuddi shunaqa. Shunday, demak, Germaniya ham qanaqa davlat ekan? Federativ davlat ekan. Rossiya ham qanaqa davlat ekan? Federativ davlat ekan. Dunyoda 20 ga yaqin federativ davlatlar bor. Mana, federatsiya hududi, uning subyektlari hududi yig'indisi evaziga bo'ladi. Subyektlar shtat, respublika, o'lka, amirlik. Oliy qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati federal davlat idoralariga tegishli bo'ladi. Ya'ni o'zining alohida idoralari bor-da. Federal davlat idoralari deyiladi. Ya'ni sud hokimiyati o'sha alohida o'zi respublikalarda ham ishlaydi, umum federatsiyada ham sud hokimiyati bor. Umum federatsiya sud hokimiyati nima ish qiladi? Kim fikrini aytadi? O'zi masalan Tataristonning o'zining ichida sudi bo'lsa, umum federatsiya sudi nimaga kerak? O'shalar suddan hal. To'ppa-to'g'ri o'sha subyektlar o'rtasidagi munosabatlarni hal qiladi. Ya'ni Tatariston bilan deylik masalan Dog'iston bilan Checheniston bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar, ha, nima bo'lyapti? Nima xursandsiz? Uxlab qolyapsizmi? Nima uncha kulgilasiz? Men xursand bo'laman kulib dars o'tsangiz degan, to'g'risi.
Nima tushib ketdi to'g'risini aytingchi. Tushib ketganmi? Yaxshimisiz? Maziz qochib qolyaptimi? Chetga. Federatsiya umumiy konstitutsiyasi bo'ladi. Federatsiyaning har bir o'zining alohida konstitutsiyasi, qonun chiqaruvchi organlari bo'ladi, sud organlari bo'ladi, ijro etuvchi organlar bo'ladi. Qonun chiqaruvchi idora odatda 2 palatali bo'ladi. Har doim federatsiyada qonun chiqaruvchi hokim nechta palatadan iborat bo'lishi kerak? 2 palatadan iborat bo'lishi kerak. Yuqori hamda quyi palata. Yaxshi, nechtadan ortiq federatsiya bor ekan? 20 dan. Endi konfederatsiya degan davlat ham bor. Oldin bir Shvetsariya degan davlat bor edi. Hozir bu konfederatsiya emas. Shvetsariya konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritilgan 21-asrda boshlarida, adashmasam 2013 mi, 2012-yilmi konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritilgan. Shu bilan hozirgi kunda Shvetsariya ham qanaqa davlat ekan? Federativ davlat ekan. Oldin konfederatsiya edi. Hozir federatsiya. Qaragan, cho'ta konfederatsiya degan. Konfederatsiya murakkab bu, lekin nima deydi? Men qattiq qismi bo'ladi, jostki. Nimasi bo'ladi shuni? Ha, to'g'ri. Xullas, mustahkam emas-da konfederatsiya, to'g'ri? Mustahkam emas. Mustahkam bo'lmagandan keyin ertaga Shvetsariyaning ichidan Jeneva alohidaga chiqib ketsa, to'g'rimi? Boshqa bir hudud alohidaga chiqib ketsa bo'lmaydi. Shuning uchun ham sekingina to'xta degan, konstitutsiyani yangilab qo'yiladi degan. Hozir federatsiya murakkab ham mustahkam bo'ladi. Federatsiyadan chiqish juda qiyin. Juda qiyin. Tushunyapsizmi? Urmoqchi emasman, biroz mushuk ko'rsinman, nima uchun? Xo'p. Tugabdi darsimiz.